O'ylashimcha, blogerlar tarixida hayitlik uchun bunaqa narsani hadya qilgan hali bloger bo'lmagan. Men o'z obunachilarim uchun Ka'bani ustiga yopiladigan Ka'ba po'shining maqomdoshi kisvani o'z obunachilarimdan bittasiga hayitlik qilib bermoqchi. Ishoning, bu narsaning narxiga bitta mashina olsa bo'ladi, lekin men o'z obunachilarim uchun shu narsani hadya qilaman. Hech qanaqa shart yo'q, faqat menga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Shu videoga bitta like bosib, kommentariyada bir raqamini yozib qoldiring. Bu g'olibni aniqlashimizda kerak bo'ladi. Yaqinda Abdurahmon Fozilov Husanovni qo'l qo'ygan kepkasini qo'yganida 500 mingdan oshiq kommentariy yig'ibdi. O'yladimki, Husanovni kepkasiga shuncha qiziqqan odam Ka'ba po'shini maqomdoshini olishga ham undanda ko'proq qiziqadi deb o'yladim va shuning uchun obunachilarimdan bittasiga mana shuni hadya qilaman. Qani kim qancha qiziqish bildiradi, hayitlikni olishga ishtiyoqi baland. Videoni maksimal tarqatish kerak, storieslaringizga qo'yish kerak. Nimaga? Ko'pchilikka yetib borsin va ko'pchilikka manfaati yetsin. Tez fursatlarda prямой efirda ko'rishamiz va hadyani g'olibga yetkazdiramiz.